Assalomu alaykum azizlar. Bugun yana bir qiziqarli mavzu haqida sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Rosti oldinlari mana shu mavzu o'zimni ham qiziqtirardi. Maktab chog'larimda nima uchun imtihonga yaqin, shu qo'rqayotgan vaqtimda 2 olarganimmi, 5 olarganimmi imtihondan degan yoki qanaqadir qattiqqo'l ustozda bo'ladigan bo'lsa yoki kimdir misol uchun ozgincha jarohat berib urmoqchi bo'layotgan vaqtda qo'rqib ketasiz-ku yoki stress holati, depressiya holatlariga tushgan vaqtingizda og'zingizda shilliq qavatidan har xil yaralar paydo bo'lishni boshlaydimi yoki mana bunaqa pufakchalar paydo bo'lishni boshlardimi? Lekin o'sha vaqtda meditsina haqida yetarli darajada tushunchaga ega bo'lmaganmiz va sababini kelib chiqishini bilmaganmiz. Va men shu sabablarni va mohiyatini sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Nima uchun kerak desalar, albattaki har bitta narsani sababini yetarli darajada bilganimizdan keyin uni oldini olish, ya'ni profilaktika osonlashadi va davolash osonlashadi. Demak, bugun mavzumiz qo'rqinchdan keyin yoki stress holatlaridan keyin og'izda paydo bo'ladigan narsalar haqida gaplashamiz. U har xil yaralar bo'lishi mumkin, pufakchalar, vezikula va hokazo va hokazo nimaga paydo bo'ladi именно shu holatda. O'zi ma'lumotlar ko'p, o'shaning uchun ozgincha mavzudan chekka chiqmagan holatda iloji boricha harakat qilamiz. Mana shu haqida gaplashishga. Demak, birinchi navbatda biz og'iz bo'shlig'imiz tuzilishini bilib olishimiz kerak ekan. Nimadan iborat desa, asosiy qismlarini men aytib ketaman. Demak, bizda tishlarimiz bor, tilimiz bor, tanglay, bu yerda nisbatan ko'rinmagan biz so'lak bezlarimiz, ulardan ishlab chiqaradigan so'lagimiz bor. Va mana shu so'lakni men bejizga urg'u bilan aytmadim, juda ham muhim rol o'ynaydi mana shunaqa narsalar paydo bo'lishida. Demak, so'lak o'zi bizning mikroorganizmlarimizdan ko'payib ketmasligini olib keladigan, ya'ni xususiyatga ega so'lak. O'zi 1,5 litrdan 2 litrgacha kun davomida ishlab chiqariladi. Muslimlik bu narsani sezmaymiz-ku. 1,5 litr, 2 litr u ko'p emasmi deyishligingiz mumkin. Albatta sezmaysiz, chunki u ovqat hazm qilish sistemasiga o'tib ketadi. Va eng iflos, endi men qo'polroq bo'ladigan bo'lsa, mikroorganizmda ko'p, bakteriyalar ko'p qism bu albatta og'iz bo'shlig'i hisoblanadi. Og'iz bo'shlig'ida juda ham ko'p mikroflora bor va mana shu mikroflorani so'lak bezi neytrallashtirib turadi. Qanday desangiz, pH o'zi og'iz bo'shlig'ida 6.8 dan 7.4 gacha. Nisbiy, ya'ni kuchsiz ishqoriy holatda. Ertalab biz turganimizda asosan bakteriyalar nisbatan ko'p bo'ladi, o'shaning uchun 6.8 bo'lishi mumkin. Bu kuchsiz, ya'niki kislotali. Lekin mana shu yazva holatlarda og'iz bo'shliqlari narsalar paydo bo'lganda bizda pHimiz nisbatan tushib ketadi, ya'ni kislotali bo'lib ketadi. Bu 5-6 gacha tushadi. Chunki bakteriyalar ham o'zidan, ya'ni kislotali muhitni hosil qiladi. Undan tashqari men aytib ketay, mana shu bakteriyalarni og'iz bo'shlig'idan oshqozon hazm qilish sistemasiga o'tdi, oshqozonga o'tdi-yu. Oshqozonda o'tgan vaqtida bizda xlorid kislota degan pH 1.7 dan 3.4 gacha bo'ladi. Bu parchalab yuboradi-da. Ya'ni assalomu alaykum degan o'sha kutib olgan mikroorganizmlarni hammasini yo'q qilib yuboradi. O'shaning uchun bizda hattoki gripplarda ham mavzudan ozgincha chekka chiqqan holatda aytaman, ko'proq suyuqlik iching deydi. Chunki albatta ovqat hazm qilish sistemasiga va tanadan chiqib ketish o'sha virusli kasallikmi yoki bakteriyali kasallik osonlashish uchun. O'shaning uchun so'lak albatta xuddi kranga o'xshab bir iflos narsani yuvib tashlaganingiz yoki bir narsani yuvib tashlaganingizda albatta bu narsani ham har doim namlantirib turib shilliq qavatdi va bakteriyalarni balansini ushlab turadi, ya'ni ko'payib ketmasligi. Endi stress holatlarida o'sha so'lak bezlarida va so'lakda nima o'zgarish bo'lishligini kelinglar mana shu sxemada men sizlarga tushuntirib beraman. O'zi bizda ikkita asosiy sistemamiz bor nerv sistemada. Bu simpatik nerv sistema va parasimpatik nerv sistema. Men bilasizlar, oddiyroq tushuntirishga harakat qilaman. Parasimpatik bu oddiy tilda aytganda siz maza qilib kino ko'rgan vaqtingizdami yoki choy ichib uydagilaringiz bilan vaqtingiz ko'p bo'lganda orom hamma narsani qilayotgan vaqtingiz parasimpatik ishlaydi. Hazm qilish sistemasi ham o'zingiz o'ylab ko'ring, qachon odamda ovqat hazm qilish, so'lak bezi ajralishi nisbatan ko'p bo'ladi ovqat yeyotganda. Endi vaqtingiz juda ham tig'iz bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani tez-tez yeysiz, hamma narsa ovqat albattaki hazm bo'lmaydi, so'lagim nisbatan kam ajraladi. Lekin vaqtingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, orom qiladigan bo'lsangiz, albattaki bu yerda hamma narsa o'sha parasimpatikning hisobiga ovqat hazm qilish, so'lak bezidan so'lak ajralishi ham nisbatan ko'payadi. Lekin stress holatlarida biz BEBG degan holat puskovoy mexanizm ishga tushadi. Ya'ni simpatik nerv sistemada mana shu BEBG, ya'ni
qopaman degan vaqtida yoki qo'layotgan vaqtida sizni ortingizdan yurgan vaqtida qanaqa qo'rqib qochasiz. U yerda ovqat ham esingizga tushmaydi, suvlagingiz ishlab chiqaryaptimi, nima bo'lyapti, hech nima esingizga tushmaydi. Uzoqni ko'rib, shu yoqdan oshib chiqib ketaman degan narsalar bo'ladi. Xuddi shunaqa holatda, ya'ni begi holatlarda nima yuzaga kelishligini tushuntirib beraman. Bizda gipotalamus va gipofizar sistema bor. Albatta bu narsa simpatik nerv sistemani aktivlanishiga sababchi bo'ladi va buyrak suti bezidan katexilaminlardan, ya'ni adrenalin degan gormonimiz ishlab chiqariladi. Buni hamma biladi. Adrenalin qanaqa funksiyani bajaradi, nima o'zi adrenalinim oshib ketdi, bir narsalarda adrenalin ko'payib ketdi degan gaplarni eshitganmiz. Endi ikkinchi narsani birdaniga tushuntirib ketaman. Endorfinlar, mana shu gipofizar sistemadan endorfinlar va AKTga, adrenokortikotropni gormon degan narsamiz bor. Bu buyrak usti bezini qarasi, ya'niki tashqi tarafidan kortizollar, stress gormonini ishlab chiqaradi. Endi bular immunitetni nisbatan tushiradi. Kortizol va adrenalin uyqumiz nisbatan chala bo'lgan vaqtida o'zi stress holatlariga ham nimalar olib kelishi mumkin? Albatta depressiya holatlari rejimda buzilganligi holatlarida ham yuzaga keladi. Kam uyqu yoki uyquni buzilishi holatlarida ham albattaki yuzaga keladi. Endi nima uchun o'zi immunitet tushadi degan savolga kelaylik. Men ochiq oydin sizlarga tushuntira qolaman. Endi adrenalin va kortizol nisbatan mana shu qon tomirlarida siqadi yoki mushak. Mana ko'rib turganlaringizda, mana bu yerda hamma narsa siqilgan holatda, stress holatda, zo'riqqan holatda turibdi, jahl chiqqan. Endi bu yerda mushaklar ham ya'niki tirishadi. Hamma narsa tirishgandan keyin o'ylang, mana bu yerda protoklar, hamma narsa yopiladi. O'zi qon tomiri mushak qavatdan iborat bo'ladi. Endi bu siqiladi. Uni davleniya ko'tarilishi yoki boshqa narsalardan immunitetga oddiy aytganda u yerda tirqishlar bor kapillyarlardan. Ular yopilgani, mana bu narsa chiqmaydi. O'zi mana bunaqa holatda krandan o'zingiz o'ylab ko'ring, katta shlangdan qanaqa suv keladi. Kichik shlang bo'lib qoladigan bo'lsa, oziqa modda narsalar kam kelishni boshlaydi. Albatta bu yerga oziqa modda kam keladi. Undan tashqari kislorod kam keladi. Shaklli elementlar bizani immunitetimizda qatnashadigan. Boya aytdik, so'lak bezida ham, ya'niki neytrallaydigan, o'zini lizzatsiya degan moddalari bor. Undan tashqari esa bizda shaklli element, bizani immunitetimizda shakllantirib beradigan narsalar bor. Kortizollar hammasini tushirib bo'ldi. Undan tashqari qon tomirlarida ham siqdi. Endi undan tashqari bizda so'lak yo'llarimizda ham qisqartirar ekan, ya'ni qisar ekan va qisgandan keyin kserostomiya holati yuzaga keladi. Ya'ni oddiy tilda aytganda og'iz qurishi simptomlari yuzaga keladi. Boyani endi chappasi holatda yuzaga keladi. Endi og'iz qurishidan keyin boya pH'imizni aytganimizda 5-6 ga tushib ketadi, bakteriyalar ko'payishi nisbatan osonlashib ketadi va o'sha kislotali muhit nisbatan o'zingiz o'ylab ko'ring, teringizga kislota ozgincha sepilib ketadigan bo'lsa nima bo'ladi? Agar birdan tortib olasiz, atak раздражение beradi va albattaki bu yerda nima paydo bo'ladi? Mana bunaqa yazvalar paydo bo'ladi. Boya aytganimizda va bitta narsani aytib ketay. Mana zo'riqqan vaqtingizda ko'pchilik aytadi, men hech nimani tishlamadim deydi, lekin hech nimani sezmaysiz. Chunki o'shanaqa kritik holatda siz shilliq qavatni tishlab olganingizda, mana og'iz bo'shlig'idan tilingizni tishlab olishingiz mumkin yoki lunch tarafingizni tishlab olishingiz mumkin va bu yerda asosan o'zi bilmagan, ixtiyorsiz holatda tili bilan tekkizadi. Men aytdim, bu yerda mikroflora juda ham ko'p, mikroorganizmlar ko'p va bakteriyalar ko'payishi uchun yaxshi muhit hisoblanadi. Har xil albattaki yaralar paydo bo'lishligi osonlashadi. Immunitet tushgan vaqtida aytib o'tdik, kislotali muhit zararlaydi, nisbatan shilliq qavatda раздражение beradi. O'shaning uchun gohida qichish holatlari, qanaqadir bir noxush his bo'ladi. Undan tashqari og'zingizda badbo'y hid bo'lishi mumkin, chunki bu yerda o'sha kislotali muhitimizdan tashqari hidimizda ovqat qoldiqlari, o'shalar ham endi kislotali muhitda ikkalasi reaksiyaga kirishib, har xil hidlarni og'izdan badbo'y hidlarni yoki ta'mlarni va bitta narsani aytib ketay, kislotali o'sha ta'm yoki holat, hid, undan tashqari oshqozon sistemangizda muammo bo'lishligini oqibatda ham bo'lishi mumkin. Chunki aytdim, xlorid kislota bizda oshqozon ichak sistema izjoga bo'lganda, ya'niki sizda kikirish holatlari bo'lsa, u yerda gastroezofagealniy reflux holatlari deb aytiladi fan tilida, gap deb. O'sha holatlari oshqozoningizda ham muammo bo'lishligini hisobiga ham kelib chiqishi mumkin. Endi bundan tashqari masalaga aytib ketay, yana sabablarini. Bu yerda B12 yetishmovchiligi holatlari yoki har xil protezdan keyin, chunki protezlarni ham bilasizlar, ya'niki o'zimizning tishimiz bo'lmaganligi uchun sezgirligimiz bo'lmaydi. Yosh o'tgan sari esa o'sha nerv sistema, misol uchun 10 yoshli bolaga
azamat deb chaqiring-yu, misol uchun dodangiz, bobongizga yoki buvingizga buvijon deb baqirib chaqiring, albattaki mana nerv sistemasida o'tkazuvchanlik nisbatan pasayadi-da. Xuddi shunaqa holatda sezgirlik ham nisbatan pasaygan holatda bo'ladi. Keyingilari misol uchun tilim yonib ketyapti degan holatda bo'ladi-da. Tilim yonib ketyapti yoki mana shu qichishib ketyapti. Nima uchun mana bu holatda biz sezmadik? Stress holatda, endi bu juda ham chuqurroq tushuntirilgan holati. Stress holati biz aytdik, mana shu katekolaminlar yoki kortizollar nisbatan bizda sezuvchanlik, o'sha adrenalinlar ma'lum bir miqdorda o'sha paytida qo'lingiz kesilib ketayotgan jang vaqtida sezmaysizda, lekin o'sha narsani mediator vaspaleniya deydi, yallig'lanish mediatorlarni keyinchalik to'plab, misol uchun bir narsani kimgadir zulm o'tkazilsa, misol uchun aytadigan bo'lsa, hayotda tushuntiriladigan bo'lsa, qachon portlaydi-da, juda ham portlaydi. Xuddi shunaqa holatda bu nabarot sezgirlik juda ham oshib ketadi. O'shaning uchun tilda ham har xil holatda yonib ketyapti yoki qichishib ketyapti juda ham degan narsalar nisbatan o'sha oshib ketishligining ham sababi shunda. Aytib o'tdik, B vitaminlari yetishmasa ham o'shanaqa holatlar yuzaga keladi. Endi kelaylik sababini bildik. Endi buni davolanishi va nimalar qilmasligimiz kerak degan narsalarni aytib o'tsak. Birinchi navbatda qilmasligingiz kerak bo'lgan narsalar, buni oldini olishingiz kerak. Qanaqa oldini olasiz? Bu stress holatlar. Uyqungizdan kelib chiqyaptimi? Oilaviy muammomi? Qanaqadir muammo, bilmayman, endi qanaqa iqtisodiy jihatdan ularni bartaraf qilish kerak birinchi navbatda. Chunki bu narsa aylana shaklda, doira shaklda yana aylanib kelaveradi va buni tuzalishini nisbatan qiyinlashtirib yuboradi. Va yana bitta narsa aytib ketay, mana bunaqa vizikulalar nima uchun paydo bo'ladi desa, boya so'lak bezni aytib oldik-ku, tishlab oldi. O'sha so'lak bezning yo'lini yopib qo'ygan. O'zi so'lak chiqish qiyin. Bizda kichik va katta so'lak bezlarimiz bor-da, va mana shunday kichkinagina so'lak bezlarimizda tishlaganimizda u butunlayga pachisi yopilgan holatda albattaki xuddi mana bu yerda suvchasi bor puzoryokka o'xshab qoladi. Vizikula deymiz bu narsani. Vizikulalar o'shancha paydo bo'ladi. Endi demak, yana nima qilishimiz kerak? Uyquni tartibga solishimiz kerak. Uyqungiz betartib bo'ladigan bo'lsa, tartibga solishimiz kerak va qon tomirlarini nisbatan siquvchi moddalardan yiroq yurishimiz kerak. Bu har xil shilliq qavatni zararlovchi moddalardan. Misol uchun kimdir aytishi mumkin, endi shu xalq tilida shunaqa bo'lib ketganki, dezinfeksiya uchun alkogol mahsulotlarini ham ichib o'rgan, spirtnoy misol uchun shunaqa deydi. Yo'q, u narsalar umuman mumkin emas bu holatlarda. yoki kofe o'shanaqa holatlarda ham mumkin emas. Qon tomirida siquvchi va mana shu shilliq qavatni razdражение qiladigan narsalar nisbatan mumkin emas. Ko'proq chayib turish muhim va aytib o'tdik, o'zi kserostomiya, ya'ni og'iz qurib qolgan. Demak, biz og'izni nisbatan namlantirishimiz kerak va ko'pchilik holatda bu yerda juda ham portsiya bilan suv ichaveradi. Yo'q, unaqa emas. Kam-kamdan, tez-tez holatda ichishimiz kerak va nordon, achchiq narsalardan ya'ni saqlanib turasizlar. O'zi stress holatlari bo'ladigan bo'lsa, qachon stressingiz ketadigan bo'lsa, so'lak bezlari o'zi yo'llari ochilib, nisbatan so'lak kelishingiz osonlashadi. Nordon narsa so'lakda, misol uchun, chiqishini ko'paytirish kerak, to'g'rimi? Ko'paytiradi. Lekin o'zi yo'l qisilgan bo'lsa, qayerdan chiqadi? Endi o'ylab ko'ring-da, oddiy misoliga limonni narsalar, limon ichib olgan, o'shanqa so'laydi, yaxshilaydi degan narsalar bo'ladi. Lekin aslida u narsalar shart emas, kerak emas. B vitamini kam bo'ladigan bo'lsa, B vitamin qabul qilinishi kerak. Misol uchun, agar oshqozon sistemasida muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, o'sha kislotali narsalar, aytib o'tganimizda oshqozon sistemasini albatta davolash kerak. Bunaqa holatlarda xlorgeksidin 0.05% yoki oddiygina ramashka suv bor-ku, yoki biz kun tartibida o'sha ko'p aytadigan narsamiz bu furatselin. Furatselinni ya'niki eritmalarga og'zingizda chayib turish tavsiya beriladi. Va asosiy narsalar shu. Bu holatlarda hattoki endi men ko'proq meditsinskiy aytadigan bo'lsam, bizda metrogel mazlari hattoki bor. O'sha metrogel mazlaridan foydalanish tavsiya beriladi. Endi bu holatdan kelib chiqib aytiladi. Chunki bemorda har bitta individual xalisalmi, boshqami, nima dori preparatlar berasiz desa, albattaki sizni anamnezingizda o'rganib chiqqan holatda keyin bergan ma'qulroq. Lekin umumiy holatda menimcha mavzuni tushundilaringiz va buni oldini olish va eng muhimi nima uchun o'zi kelib chiqadi degan savolga esa nuqta holatda javob olgan bo'lsalaringiz kerak deb o'ylayman. O'zi ma'lumotlar juda ham ko'p edi. Ba'zi birlari esimizdan chiqib qolib ketgan bo'lishi mumkin. Aybga buyurmaysizlar. Bizani qo'llab-quvvatlash uchun va qanaqa mavzular haqida yana video qilishligimizni xohlasangiz, albatta kommentariyaga yozib ketingizlar va obuna bo'lib, layklar bosib bizani qo'llab-quvvatlanglar deb qolamiz. Hammalaringizga kattakon rahmat. Xudo xolasa keyingi mavzular
videolarda va diydor uchrashish nasib qilsin. Charchamanglar, ishlaringiz barobarini bersin.